Assalamu alaykum. Qayrindaşlar, men Rayhan Tursun, Sharqiy Turkistonning Sanji degan yeridan. Mening akam Alijon Tursun 1964-yil tug'ilgan. 2 yil lagerda yotdi. 2 yil lagerdan chiqqandan keyin yaqinda, ya'ni bir necha oyning oldida chiqdi. Uyda davolanibdi. Bak salomatligi nihoyatda nachar. Ham o'ng ko'zi ko'rmas bo'lib qopti. Buni men onamga telefon qilish jarayonida bildim. Undan keyin kichik inim Mahmudjon Tursun. U inim 2 yil turmada, 2 yil lagerda yotdi, jami 4 yil. Bu inimni shu bak holi qolgan vaqtda, ya'ni o'lay degan vaqtda chiqarib yetibdi. Uning sababi jigar kesilib debdi. Shuni uyga chiqqandan keyin bir necha oyning ichida oshxona kirish jarayonida shu oshxonaning ichida yiqilib tushib o'ldi dedi. Buni onamdan bildim. Mening ocham Rizvongul Tursun, hatto hozirgacha hech qanday xabari yo'q. Ya'ni men ocham bilan aloqalashmag'ili 3 yildan oshdi. Ocham hayotmi yoki o'likmi, hech qanday xabari yo'q. Ya'ni ochamning o'g'li Azmat Anvar Yasin. Bu xabarni bilsam, Sichuanga o'qig'il ketdi dedi. Bir oy ta'tilga qaytib keldi degan gapni angladim. Ammo nima ishlar bo'layotganini aniq bilmayman. Anam 75 yoshga kirdi. Hozir anam yolg'iz uyda. Anam qaraydigan hech kim yo'q. Chunki o akamning holimi o'zining holidan chiqamaydi. Endi shu akamning qishidan anamni ko'chirib, ochamning qishiga olib borib yetibdi. Lekin bu ocham haqiqatan bormi yo'qmi, bumi men aniq bilmayman. Chunki anamga telefon qilgan vaqtimda anam menga rost so'zlayolmaydi. Har qatimda boshqa bir xil so'zlarni deydi, chunki ular shu yerda kuzatayotgan ekan. Hozir anam shu boshqa yerda, bu akam o'zi yolg'iz. Ham bizniki mush yezni setib olgan uylarimiz bor, yerlarimiz, ziraat yerlarimiz. Ularning hammasini buzib tub-tuz qilib yetibdi. Bir tiyinmi bermabdi bizga. Onun sababi nima desa, chunki sizlarniki nopusinglar shahar nopusga, yez nopus emas. Shuning uchun bu berilmaydi deb shuna debdi. Mardan Erkin, mening tugab ketgan akamning o'g'li, hozir 4 yil bo'ldi. Men hech qanday aloqa qilolmadim. Yoki hayotmi, yoki tirikmi bilmayman. Men boshqa Uyg'ur qarindoshlarimga shuni nasihat qilmoqchi. Biz hozir qo'limizdan boshqa ishlar hech kelmas. Ham kelmaydi. Lekin Alloh bizning qurbatimiz yetadigan ishlarga buyuruydi. Hozir bizning qurbatimiz yetadigan ish guvohlik berish. Men o'zim shaxsan bu guvohlik berishni qandaqdir men uydagilarni bu orqali qutqiza olayman deb o'ylab chiqmadim. Balki buni men bir musulmon bo'lish yuzim bilan ham mening diniy burchim deb chiqdim. Chunki yana qanchalik umr ko'ramiz, Alloh o'zi biladi. Ammo o'lgandan keyingi hayotda biz cho'qqum ularning ustidan so'roq tortamiz. Men bu so'roqdan baq qo'rqaman. Shu sababdan men guvohlik berdim. Allohning oldida hech bo'lmaganda men mushu ishni bo'lsam qila oldim degan so'zni deyalishim uchun. Boshqa Uyg'ur qarindoshlarim, agar sizlar haqiqatan Alloh va uning rasuliga iymon keltirgan bo'lsanglar, qo'rqmasdan chiqib, endi oilalarning surishtirisini qilinglar. Chunki ular sizlarga bak muhtoj. Agar biz bundaq sukutda turaversak, at o'gun kelib, o'zimiz mushu sukutning jazosini mushu dunyoda tatib qilishimiz mumkin. U vaqtda biz yuguradigan yer topamay, pushaymon qilganning hech qanday foydasi yo'q. Shuning uchun qarindoshlar, sal g'ayratga kelinglar. Qolganini Allohga topshiraylik, tavakkul qilaylik. Tavakkul qilish, mana shunday yerlar tavakkul qilish bak muhim. Bo'lsa guvohlik beringlar. Hammamiz guvohlik beraylik. Hammamiz guvohlik bergan vaqtda anondan keyin tama ko'l bo'ladi deb bu ko'l shakllandi. Ma'qulamsa, xo'sh, Allohga omonat.